Ko'pchilik shu narsani nimaligini bilmaydi ekan. Bilganlar uchun eslatma, bilmaganlar uchun aytib o'tamiz. Bu narsa kostyum shim uchun. Vishilka, ya'ni bu yerda kostyum shim yaktaklaringizni ilib qo'yasiz, bu tarafga shimingizni ilib qo'yasiz, bu yerga soat yoki telefoningizni qo'yib foydalansangiz bo'ladi. Mana shu ko'rib turgan 3 talik setlayni, xudo xolasa, juda ham chiroyli narxda qilib berdik. 2.200.000 so'mga tosh oyna, stoyka vishilka va kostyum shim vishilka. Stoyka vishilkalarimizda ham sifatlariga alohida ahamiyat berib qo'yasizlar. Polniy yog'ochdan qilingan, oyoqlari MDFdan. Ranglari shampan sveti bo'lgan, yarmidan yechiladi, bemalol. Yengil mashinaga ham sig'ib ketaveradi. Bu tarafda o'sha legendarniy tosh oyna, ko'zgulari ham juda ham sifatli ko'zgudan foydalanilgan. Buni ham rangini bir xil qilib shampan rang qilib qo'yganmiz. Buni bo'yingizga moslab, xohlagan turga solib foydalansangiz bo'ladi, zo'ra. Aytib o'tgandek, bu kostyum shim vishilka yog'ochdan qilingan. Xo'p, xudo xolasa 2.200.000 so'mga shu komplekt qilib beryapmiz. Bemalol quyidagi raqamlarga aloqa qilsangiz bo'ladi. Keyin yana sizlarga savol, vishilka so'zining o'zbekcha ma'nosi nima bo'ladi? Kommentariyada yozib keting.